Yaqinda bir yigit so'rab qoldi. Ishim hech yurishmayapti. Nimaiki qiladigan bo'lsam, baraka yo'q. Iltimos maslahat bering deb. Bir voqeani aytib maslahat bergan bo'ldik. Shuni o'z yo'lini qidirib yurgan, baraka istab yurgan insonlar eshitishini xohlardim. Hasan Basri rahmatullohi alayh bir kuni Ka'batulloh oldida bir yigitni ko'rdi. Yelkasida bir yuk bilan aylanardi. "Ey bolam, yelkangda nimaga yuk bilan tavof qilyapsan?" Aytdiki, "Yelkamdagi yuk emas, onam menga juda ham go'zal tarbiya berdi. Shu qilgan xizmatlarni ado qilay degan maqsadda 7 marta Damashqdan kelib, tavof qilib, yana piyoda olib ketyapman" degan ekanlar. Hasan Basri aytadilarki, "Ey yigit, agar umringning oxirigacha piyoda olib kelib onangni tavof qildirib, yana qaytib olib ketsang ham, lekin qalblariga